Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun YouTube'da kodli kinoni topishni o'rganamiz. Buning uchun biz YouTube'ga kiramiz. YouTube'da ko'rgan videomizni ochib, Rasululloh Dajjal chiqishini ogohlantirgan. Dajjal chiqishini ogohlantirgan. U bir ko'zlidir. Allohdan so'rayman. bu yerda kodni raqami 3 ekan. Endi esa Telegramga kiramiz. Telegramda qidiruvga kuchukcha My Movie chiziqcha va kartun deb yozsak, bot yozsak, startni bosamiz. Startni bosganimizdan so'ng kodni yuboring deydi. Biz esa kodni yuboramiz. Kodimiz 3 va bizga kinoni jo'natadi.